Hali ading kelsin, men senga ko'rsataman, yaramas. Och eshikni. Eshityapsanmi? Adajon, Labi, ko'chada sizni o'rtoqlaringiz chaqirishyapti. kim bo'ldi ekan shu paytdami? Hozir. Oyi, nimaga dodamni ko'chaga chiqarib eshikni qulflab qo'ydingiz? Dodam hech kim chaqirmayotdi-ku. Bitta yaxshi ovqat qilganman, ikkalamiz borib maza qilib yeymiz. Nima, dodam ovqat yemaylarmi? Yo'q, doda hech narsa yemaydi. Bo'ldi, ko'p gapirma. Yur. Abdurahmon, Labbi doda. kel o'g'lim. Issiqroqdan qaymoq olib keldim. Maza qilib olaylik. Ha, Voy, oyingni ham chaqir. Oyingni ham chaqir. ha, hozir. Kel oqa. Sen oyingni chaqirmadingmi? Ular qaymoq yemas ekanlar. Abdurahmon! Och eshikni. Abdurahmon, Ha, doda. qulog'im og'irroq, o'zing bilasan. Do'qir ovozni eshitdim. Nima gap, tinchlikmi? Ahamiyat bermang, hech nima. Mayli, qani ol. Qaymoqni ol. Hali ading kelsin, men senga ko'rsataman, yaramas. Och! Assalomu alaykum aka. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Nima shovqin? Ha, tinchlikmi, nima qo'shsan? Ko'rmaysizmi meni qilgan ishini? Bu yoqqa kel. Nima qilganing bu, ha? Nega meni quflab qo'yding? Ha, tinchlikmi? Oyi, siz ham shu ishni kecha dodamga qildingiz-ku? Nima qildi o'g'lim? Ada, siz bilmaysiz, dodamga ovqat bermaslik uchun dodamni ko'chaga chiqarib eshikni qulflab qo'ydilar. Nima? Adasi, ishonmang yosh bolani gapiga. Sen hali meni otamni ko'chaga haydaydigan bo'ldingmi? Yo'q, haydamadim. O'char ovozingni 200lamachi. Agar menga Xudo sog'lig'ini bersa, sendagi xotinni 10tasini topaman. Lekin adamni tirnog'ini ham topa olmayman. Kechiring, adasi, kechir. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. To'xta bolam. Uyam o'g'il katta qilyapti. Kelin ko'radi. Kelin, bu dunyo qaytar dunyo. Ha, qaytar dunyo.